Hammaga assalomu alaykum. Birinchidan mashinani men o'zim olganim yo'q. Bitta tanishim olib bergan. Kim olib berganini sizlarga aytishga do'ljim emasman. Xalqdan yig'ilgan pul, men xudo haq aytmoqman, 15 million so'm yig'ildi. Hammasini Alloh biladi, ko'radi, ko'rib turibdi. Yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Men ularga rahmat aytaman. Haligacha rahmatimni aytaman. 15 million so'mni men uyga ta'mirlashiga berganman. Meni 4 yil bloger bo'lgan bo'lsam, yig'ilgan pullarimni hammasini uyi remontiga tiqvordim. Tommi o'ziga 60 million ketdi. Uyi o'ziga, ichlariga 40 million ketdi. Ularni hammasini o'zim qildim. Xalqdan yig'ilgan pul 15 million so'm. Eshitdinglar. Mashinani men o'zim olganim yo'q. Qaysi pulimga olaman men mashinani? Qaysi? Prosta u aytdi, men mashina olib beraman, lekin Anoshka kazinoni boshqa reklama qilmaysiz dedi. Kazinoni